Bu voqea Saodat asrida, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yashagan davrda sodir bo'lgan. Ushbu voqea ko'plab kitoblarda bayon etiladi. Jumladan Adham Sharqoviyning Qalbi singanlarda kitobida ham bu voqea keltirilgan. Hijriy 3-yilda Abu Salama vafot etadi. Uning ayoli Ummu Salama beva qoladi. Bu ayriliqdan Ummu Salama nihoyatda tushkun holatga tushib qoladi. Ko'plab insonlar qatori payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham Ummu Salamaga yupanch berib bir duoni o'rgatadi. Ey Ummu Salama, sen Allohga duo qilgin. Mening musibatlarimni ajr bilan mukofotlagin. Menga turmush o'rtog'imni o'rnini bosadigan undan-da yaxshirog'ini men bilan oila qurishni nasib etgin deya duo qil deya unga duo o'rgatadi. Ummu Salama payg'ambarimiz aytgan duoni qiladi, lekin u insonning qalbida baribir bir og'riq, kemtik bor edi. Ya'ni uning nazdida Abu Salamadek boshqa inson yo'q edi. Men uchun Abu Salamadan yaxshiroq inson yo'q bu dunyoda va bo'lish ham mumkin emas degan o'zining fikrlarini qalbida joylab yashaydi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, bilasizmi, Ummu Salamaga kim sovchi qo'yadi? Ikki olamning sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shaxsan o'zlari sovchi qo'yadilar va unga uylanadilar. Ushbu voqeadan qanday xulosa qilish mumkin? Biz insonlar har doim bir narsani yo'qotganimizda undan yaxshisi bo'lmaydi degan xulosaga kelamiz. Ya'ni Allohdan undanda yaxshirog'ini bizga tuhfa qilgan, bizga uni unutadigan darajada quvonchlar tuhfa qilgan deya duo qilishni unutib qo'yamiz. Bu dunyo sinov dunyosi, yo'qotishlardan iborat. Aytishadi-ku, ya'ni inson o'zining eng yaxshi ko'rgan narsalari bilan sinaladi deb. Boshda mushkul tushganda, biror narsadan ayrilganda yoki sinov kelganda biz bandalar undan-da yaxshirog'ini so'rashni unutib qo'yamiz. Ushbu voqea barchaga ibrat o'laroq sizlarga bayon etildi. Salomat bo'ling.